Tejon shahrida bo'lgan voqea bizning mijozimiz 6 polosalik yo'lda 50 tezlik belgilangan joyda 60 tezlikda kelayotgan bo'lgan va bir yosh kattaroq shaxs piyodalar yo'lagi bo'lmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan vaqtda bizning mijozimiz u jabrlanuvchini urib yuborgan va jabrlanuvchi voqea joyida vafot etgan. Natijada mijozimizga birinchi sudda 10 million won jarima belgilangan. Prokurorning fikricha, haydovchi belgilangan tezlikda saqlamagan, ya'ni 50 tezlik belgilangan yo'lda 60 tezlikda harakatlangan. Bundan tashqari, o'z yo'liga yanada ehtiyotkorroq bo'lmagan degan mazmunda ishni sudga oshirgan bo'lgan. Mijozimiz birinchi sudda ishni boshqa advokat bilan olib borgan va ikkinchi sudda ishni bizning advokaturamizga yuklagan va ikkinchi sudda mijozimiz aybsiz deb topildi. Shu sababdan biror ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lganda tergov boshlanishidan oldin albatta advokat yo'llash tavsiya qilinadi.